Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda uy sharoitida press chiqarish uchun top 5 dana mashq ko'rsatib beraman. Videoni boshlashimdan oldin like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Let's go. Birinchisi g'ildirak mashqi. Shunday oxirigacha chiqmasdan 20 martadan 4 podxod bajaramiz. Ikkinchisi legs 90 mashqi. Oyoqlarni tez yuqoriga ko'tarib, sekin pastga tushiramiz. Press mashqlarida eng muhimi ko'proq nafas chiqarish. Tanaga har nagruzka tushganda nafas chiqarish kerak. Uchinchisi mountain climbing. O'zbekchasiga topga chiqish mashqi. Buni 30 sekunddan 3 podxod bajaramiz. Ko'rsatilgandek sekin bajarish kerak. Tez bajarilsa effekt bermaydi. To'rtinchisi yon presslar mashqi. Buni ham ko'rsatilgandek sekin bajaramiz. Oyoqlarni juftlagan holda ko'tarib olamiz. Beshinchisi planka. Videoda ko'rsatilgandek to'g'ri texnikada 30 sekunddan 2 podxod turamiz. Keyingi video qaysi mavzuda bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.